Qizi ham shunaqa mashina minarmikimiz, ha? Menimcha bunaqa boy bo'lib ketsang, kibrlanib ketsang kerak-ku sen. Manmi? Ha? Yo'q, Chunki boylik hammani ko'zdan ko'r qiladi. Agar mabodo kibrlanib ketsam, eslatib qo'yarsan. Mayli, kibrlanib ketmasang bo'ldi. Ketdik, yur endi ishlaylik. Ketdik. Kimligin unutib ba'zi kimsalar o'zgarib qoladi boyib ketsalar, alik ham olmaydi salom bersalar, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Dunyoga kelamiz yig'lab kiyimsiz, yalang'och badanda hatto bir tinsiz, barchamiz bir kelib bir xil ketamiz, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Uzilib qoladi oyog'i yerdan, boshlari aylanib qolar kibrdan. Farqi yo'q aslida so'qiru ko'rdan, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Oddiyroq insonni odam deb bilmas, o'zidan nochorni nazarga ilmas, odamga o'xshab bir muomala qilmas, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Do'stini mensimas yo'q bo'lsa puli, ularga qiziqmas odamni ko'ngli. Ergashar nafsiga shaytonni quli, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Qimmat ulov minib dumog'i osmon, aslo yaqin kelmas ularga vijdon. Nahot boylarniki bo'ldi bu zamon, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Unutmang, hammamiz ojiz bir banda, hamma ketar o'sha oppoq kafanda, hattoki yotarmiz bir xil qabrda, o'zicha osmonda uchgan odamlar, kibr sharobidan ichgan odamlar. Bo'lib qo'rqsadu. Ko'zingiz joyidami? U yoq bu yoqqa qarab yuring. Uzr, senga nima bo'lyapti? Aytgandimmi, boylik odamning ko'zini ko'r qiladi deb. Mayli, sog' bo'l. Tinchlikmi bolam? Tinchlik oyi. Men xatolarimni tushunib yetdim. Boylik ko'zimni ko'rqibdi. Lekin o'ylab qarasam, meni bor boyligim siz ekansiz. Ey Allohim, bolamga o'zing insof bergin.